Bugun juda ham muhim bo'lgan savol haqida gaplashamiz. Pulni qayerda saqlash xavfsiz? Bankdami, kartadami yoki naqd holidami? Ko'pchilik hanuzgacha naqd pul ishonchliroq deb o'ylaydi, lekin xavfsizlik his bilan emas, faktlar bilan baholash kerak. Keling, 3 ta variantni ham real hayot nuqtai nazaridan ko'rib chiqamiz. Birinchisi naqd pul. Naqd pulning eng katta ustunligi shundaki, u qo'lda. Ya'ni, lekin xavfsizlik tomonidan eng katta kamchiligi ham shu. Agar naqd pulingiz yo'qolsa yoki o'g'irlansa, u deyarli hech qachon qaytmaydi. Uni bloklab bo'lmaydi, topib bo'lmaydi, kim olganini ham isbotlash juda ham qiyin. Bundan tashqari, uyda saqlangan naqd pul yong'in, suv toshqini yoki boshqa kutilmagan holatlarda ham xavf ostida qoladi. Yana bir muhim jihat, naqd pulda siz xarajatlarni nazorat qila olmaysiz. Odamlar ko'pincha oy oxirida pul qayerga ketdi deb hayron bo'lishining ham sababi shu. Ikkinchisi karta. Zamonaviy bank kartalari oddiy plastik emas. Ularning ichida MVP chiplari bor va har bir to'lovda bir martalik shifrlangan kod yaratiladi. Bu shuni anglatadiki, kartaning ma'lumotlari ko'chirilgan taqdirda ham o'sha kodni qayta ishlatib bo'lmaydi. Bundan tashqari, kartada bir necha himoya qatlamlari bor. Ya'ni PIN kod, SMS tasdiqlash va ilova orqali tasdiqlash ham. Ba'zan Face ID yoki barmoq izi ham so'raladi. Agar kartangiz yo'qolsa, siz uni bir necha daqiqa ichida bloklay olasiz va hisobingizdagi pullar o'zingizda qoladi. Naqd pulda esa bunday imkoniyat yo'q. Karta bilan bog'liq xavflar ham bormi? Ha, albatta bor. Lekin muammo odatda kartaning o'zida emas. Muammo firibgarlik sxemalarida bo'ladi. Ya'ni soxta saytlar, SMS kodingizni ayting degan qo'ng'iroqlar va shubhali linklar orqali. Shuning uchun ham oddiy 3 ta qoidani eslab o'tish kerak. Ya'ni hech qachon kodni hech kimga bermaslik, shubhali linklarga kirmaslik va ilovadagi operatsiyalarni doim tekshirib turish kerak. Shu qoidalarga amal qilsangiz, karta bilan to'lov qilish naqd pulga qaraganda anchagina xavfsiz bo'ladi. Uchinchi variant esa bankdagi hisob yoki omonatlar. Bu xavfsizlik nuqtai nazaridan eng kuchli variant. Chunki bu yerda nafaqat karta darajasidagi himoya, balki bank tizimi darajasidagi himoya ham ishlaydi. Ya'ni monitoring, shubhali operatsiyalarni aniqlash, texnik va huquqiy mexanizmlar. Bularning barchasi bank omonatlarida mujassam. Bundan tashqari, bankdagi pul faqatgina saqlanib qolmaydi. Ko'pincha foiz ham olib keladi. Ya'ni pul nafaqat xavfsiz joyda turadi, balki ishlaydi ham. Yana bir muhim farq, bankdagi pul siz istalgan vaqtda ko'rib turasiz. Harakatlar tarixi saqlanadi va moliyaviy rejalashtirish osonlashadi. Shu o'rinda sizga foydali e'lon bor. Davrbankning Sharqona 2 omonati pulingizni ishonchli va foydali saqlash uchun qulay yechim hisoblanadi. Omonatni Davr Mobile 2.0 ilovasi orqali onlayn rasmiylashtirishingiz mumkin. Foizlar har oy to'lab boriladi va omonatni esa to'ldirib borish, qisman yechib olish imkoniyati ham mavjud. Minimal summa esa 100 ming so'mdan boshlanadi, muddat 60 oygacha. Sharqona 2 pulingiz uchun barqaror va ishonchli tanlov hisoblanadi. Endi oddiygina taqqoslaylik. Naqd pul, ya'ni yo'qolsa qaytmaydi, nazorat yo'q va himoya yo'q. Karta yo'qolsa bloklanadi, harakatlar nazoratda bo'ladi va bir nechta himoya darajalari bor. Bankdagi hisob eng yuqori darajadagi himoya, nazorat va ustiga ustak pul ishlash imkoniyati. Ko'p odamlar hammasini kartada yoki bankda saqlash xavflimi deb so'raydi. Aslida xavf pulni qayerda saqlashda emas, qanday saqlashda. Agar siz xavfsizlik qoidalariga amal qilsangiz, kartani va bank hisobini to'g'ri ishlatsangiz, bu variantlar naqd pulga qaraganda anchagina ishonchliroq va himoyalangan bo'ladi. Yana bir muhim jihat bu psixologiyada. Pul kartada yoki bankda bo'lsa, odam uni ko'proq reja bilan ishlatadi. Tarix ko'rinadi, ya'ni istoriyalar va o'zini nazorat qiladi. Naqd pul esa ko'pincha sezilmasdan ketadi. Xulosa qilib aytganda, faktlar shuni ko'rsatadiki, naqd pul eng himoyasiz variant, karta qulay va himoyalangan vosita, bankdagi hisob va omonat esa
eng xavfsiz va eng tizimli yechim hisoblanadi. Eng to'g'ri yondashuv kundalik mayda xarajatlar uchun kartadan foydalanish, asosiy jamg'arma va muhim pullarni esa bankdagi hisobda saqlash kerak. Pulni himoyalash bu boylar uchun emas, bu har bir ongli odamlar uchun kerak bo'lgan odat hisoblanadi. Ma'lumotlarimiz sizga foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Davr Bank, vaqt bilan sinalgan ishonch.